Do'stlar, demak, o'rtoqlik uchrashuvi ham o'z nihoyasiga yetdi. Mundial oldidan O'zbekiston terma jamoasi Niderlandiya bilan bahs olib bordi. O'yin baribir Niderlandiya ustunligida o'tdi, baribir top terma jamoa, lekin O'zbekiston ham kutilganidan ko'proq qarshilik ko'rsata oldi. 80-daqiqalarda Niderlandiya himoyachisi to'pni qo'l bilan o'ynaganligi haqida VARdan ishora keldi va qizil kartochka ko'rsatildi va keyinchalik 5 daqiqa o'tar o'tmas O'zbekiston hisobni tenglashtirdi va o'yin bo'lishiga 30 sekund qolganda O'zbekistonga qarshi yana penalti belgilandi va Gakpo uni ham golga aylantirdi. 2-1 do'stlar, mundial oldidan 50% nima desa bo'ladi, kayfiyat bilan mundialga yo'l olyapmiz. Kuzatamiz do'stlar.